Səlbi uçurlarga qulaq salmaslik haqida. Abdori Muhammad Yusuf. İlmiy tədqiqatlar şunu isbatladiki, yoshurun mengiga avatilgan salbiy uchurlar insonning tafakkuriga va e'tiqodiga, ondan uning yurish turishiga va ish faoliyatiga zo'r darajada yomon ta'sir ko'rsatadigan. İnsan yaman uçurlarını qabul qilganida uning ilmiy qudrati, talanti va tirishchanligi tuvallaydi ekan. Masalan, siz g'alaba qila olmaysiz. Siz boshqalardan ortiq emas. Siz o'zingizni boshqalardan aqlliq deb o'ylamsiz. Siz to'g'ri fikr qila olmaydi ekansiz. Deganga o'xshash salbiy uchurlar odamni ijodiyatdan va tirishchanlikdan to'xtatib qo'ya oladi ekan. Chunki ko'p sondagi kishilar o'zlariga qartilgan bundaq salbiy uchurlarga ishinib ketadi ekan. Men rostilla shundoq o'xshayman degan salbiy uchurlar menga kirib o'rinlashgandan keyin siz qandaqli bir yaxshi ishni ro'yobga chiqarishga intilganingizda yoki ijodiyatga kirishmoqchi bo'lganingizda yoshurun mengingizdagi bu salbiy uchurlar bosh ko'tarishga boshlab va yo'lingizni to'sib qilishga urinadi ekan. Ustoz Abdu Doim Kuyel mundaq deydi. Siz mengingizni intayin puxta o'rinlashtirilgan bir yurish texnikalik uskunlar deb tushunishingiz lozim. Menga o'ziga o'rinlashtirilgan muayyan programma bo'yicha ishlaydi. Aşı programmaning boshqaruvchisi o'zingiz bo'lganda, g'albining ochquchi qo'lingizda bo'ladi. Agar siz bu haqiqatni bilmasangiz, mengingizni o'zingiz boshqarmasangiz, boshqalar boshqaradi. Do'stlar, xizmatdoshlar, jamiyat va sizga ta'sir ko'rsatadigan hamma odam boshqarishi mumkin. Siz o chaqda hissiyotga berilib, shuarli to'laydigan, ammo amaliy ish qila olmaydigan, aqlingizni yoki hissiyotingizni boshqarishga kuchingiz yetmaydigan odam bo'lib qolasiz. Mutaxassislarning kuzatishicha, ta'lim-tarbiya mukammal bo'lmagan muhitlarda, xususan oila tarbiyasi munavvar bo'lmagan jamiyatlarda yashaydigan bir bola quramiga yetganga qadar bo'lgan oraliqda 18 mingdan ko'proq salbiy uchur qabul qilib, uni yoshurun mengisiga qachilib oladi ekan. Ondan bu salbiy uchurlar uning barliq taraqqiyotiga to'sqinlik ko'rsatadi ekan. Masalan, kichik vaqtida ota-onasi "Hey aqlsiz, sen odam bo'lmaysan. Sening bo'lishing shu. Sendek balanimi bola demdi" deganga o'xshash salbiy uchurlarni to'li anglab cho'ng bo'lgan balalarning kelajagining nobud bo'lganligi, ba'zi meyib insonlarning atrofdagilardan va o'zi yashagan jamiyatidan ko'rgan nachar muomalasi va yaklanishi sabablik o'zidagi talantlarni o'ttirg'a chiqarishga jur'at qilolmaganligi buning misoli. Nachar tarbiyasi bilan farzandlarning parlaq kelajagini qaraytadigan, yomon so'zlar bilan ularning orzu-armonlarini bo'g'ib tashlaydigan angsiz ota-onalar Alloh taolaning oldida va kelajak avlodlarning oldida javobgarlik tortilmay qolmaydi. Shuningdek, salbiy uchurlarni avatish bilan boshqalarning ijodiyatlariga, yangilik yaratishiga va yaxshi ishlarni ro'yobga chiqarishiga to'sqinlik qiladigan odamiy shaytonlarmi qilmishlardan javobgarlik tortilmay qolmaydi. Qisqasi, bolalarga "Sening aqling yo'q" deydigan ota-onalar balalarning kelajagini nobud qilgan qotil ota-onalardir.
balalarga sen qılalaysan deydigan ata-analar ijodchan yaşatquchi ata-analardır. Siz her zaman ümidvar bolun. Çünkü ümidvar kişiler kechida osmonga qarab ayning nurini ko'radi. Ümidsiz kişiler osmonga qarab qorong'ulikdan boshqani ko'rolmaydi. Siz hozirgidimi bakrak ümidvar bolun. Çünkü ümidvar kişiler boshqalarning muhabbatini o'ziga jalb qilib oladi. Ümidsiz kişiler o'zinimi, boshqalarni baxtsiz qilishga yetarlikdir. Ümidvarlik Allah Taalaga qarta ijobiy qarashda bo'lganlik. Ümidsizlik salbiy qarashda bo'lganlikdir. Biz Allah Taalaga qarta hamisha ijobiy va to'g'ri qarashda bo'lishga buyurilgan. İnsaniyetning iftixorlik ulgisi Hazrati Muhammad alayhissalom umidvor zot edi. Allah Taala Payg'ambar alayhissalomga hadis qudsida Bendem manga qandaq qarashda bo'lsa, men uningga shundaq muomalada bo'laman degan. Buning ma'nosi, agar siz Allah Taala manga yordam qiladi, tirishchanligimni zoya qilib etmaydi, ishlaganlarimning ajrini berdi, duoyimni ijobat qiladi, amalimni qabul qiladi deb o'ylasangiz, siz kechikib bo'lsimi shuningga erishsiz. Allah Taala sizni hargiz noumid qo'ymaydi. Agar aksicha o'ylasangiz, ishlar ko'pincha siz o'ylagandek bo'ladi. Tugidi. 2020 yili 6 mart